Alaykum, Seyit aka, yaxshimisiz? Meni aka Apalga kolonnadan chiqarib qo'ydim aka. Mana shu yerdan hozir betonni boshlayapman aka meni. Meni aka Apalga tayyor. Meni karkazlari. Meni aka o'sha yetkazib bukib turib qo'yib yubordim. Meni armaturam bukib turib. Meni beylavordim aka. Meni bu tomondagini ham aka meni bukib beylavordim. Meni aka bag'i ham bunu kolodni o'rnini analik qo'yib, tunuka qo'yib yubordim tagiga. Meni aka mana uni hali qo'shni tomon 10 ta to'xtatib turaman aka. 1 metr qo'yimda oqizib qo'yaman, ertaga kegazdan halqa bersangiz ulab ketaveramiz aka. Mana kolonna betki 40 ga 40 bo'lar ekan, o burchaklarga 40 ga 20 bo'ladi aka. Endi xudo xolasa nima pina blok 20 yo'q. O'rtaniki 40 ga 40 bo'laveradi aka. Chunki ikki qata uramiz buni beton ustiga. Ikkinchi kottej bilan o'rtasi devori ikki qator 20 sm.